3 ayniki 31 kuni kech bo'ldi. Kech soat Beijing vaqti 10 bo'ldi hozir. Menga oldin qatim vaqt jihatida zo'rlashtiramay, bilishamay keladigan do'kon. Yenilar mana mushu shipinni yurak verib, aniga shunsan qilib javob kelsa, mana bir ta so'g'at qilindi. Dikalar o'rni bilan gapirma, 90 do'kon bo'lma. O yanılı ba, yani ertə dördüncən bir atgan kilsizlər. Anandan keyin mala şu yanılı şu, buna 1 koyluk, 3 koyluk, 5 koyluk. Hamda maqatim yeni bir o'xshamaydigan yeri nima deyilganda, masalan, ma 30 koy, ma 40 koymidi, hamda biroq hammasi 20 koy. 30 koyligim 20 koy. Mana mali kelsak, bawo Mavi 30 koy, mavi 20 koy edi. Hamda mavi 20 koy, mavi 20 koy. Mavi 20 koy. Yana mishada bu do'konda hamda eng qimmat narsa bir donasi 20 koy degan gap bo'ldi. Uni 20 koydan tuvalla, endi o'z bahosida mana 30 koyligim 20 koy, ma 40 koyligim 20 koy, ma 30 koyligim 20 koy. Ashta mangdo. Anadan keyin qana bu yerda narsa turgan mana malama Muslama 20 koy, biyaniki o'rni bo'lsa 94 ko'cha. Yana ko'chga deydi bu doktorxonni. Doktorxonniki kun chiqish, ko'pish tarafidagi, misol bir ishga chiqavatdim mishada. Biyanikining ismi nima? Danfam. Ben ekrana yazıp koyma, ismini bir şey kelsanlar buldu. Aldın katıma bir yer çıkargan, onu tıkama yürek öğretip, cevap kelsanlar. Buna makir 100 yolladın, perspektifli. Soğuk kılın yok, ma orunlukla. Yani la, 5 koy. Ben ornum işe şu, hazır çıkar koyma. Onu bana mavo, 4 koyca. Buna moş bina şu, moş dükkan, lenfi fan. Mavo doktorxana bana, işe de.